Endi bu meni yonimga nimaga chiqdi? Mana bu yerda zamogi buzilibdi. Mana bu sabachkasi ham yaxshigina baquvvat temirdan ishlangan. Endi bu uchun yangi qo'shimcha zamok olib chiqishgan, qo'yib berasiz o'rniga deb. Lekin shunda ochib qarasam, buni sotib olib o'tirishga ham balkim keragi yo'qdir. Mana bu tishini olamiz, temirchasini. Oddiygina atverka bilan buni olib turamizda. Endi sekin mana shu joyda orqaga qaytib, ikkinchi joyini, mana tishi tugagan, tishi yo'q, mana bu yerda tishi yo'q joydan kiritamiz. Mana bu yerda tishi, mana bu tishlari tugagan joydan sekinasiga kiritib oldim mana. Mana qarang, yana qaytadan shim yangilandi. Hech qanaqa sotib o'tirmaymiz, tikib o'tirmaymiz. Mana endi bu toshini yana joyiga qadab qo'yishimiz kerak, lekin u ochilib ketadi bo'lmasa. Shuni bajaramiz klientingizga berasiz. Sizda ham shunaqa ishlar bo'lganmi? Bu ish uchun necha pul haq olasiz?